Bugun men sizga pensionerlar ko'pincha bilmay qoladigan, lekin pensiya miqdoriga juda katta ta'sir qiladigan bitta muhim masalani tushuntirib beraman. Gap oddiy bir yozuv haqida ketmoqda. Mehnat daftarchasidagi lavozim, ish joyi, ish davri yoki ish haqi bo'yicha tasdiqlovchi yozuv noto'g'ri ko'rsatilgan, umuman kiritilmagan yoki arxivdan olinmagan bo'lsa, odam har oy 100 minglab so'm. Ayrim hollarda esa 1000 so'mgacha kam pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga chiqish arafasida turgan odamlarga, ota-onasi yoki yaqinlarining pensiyasini tekshirtirmoqchi bo'lgan farzandlarga bevosita tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun qaysi yozuvga qarash kerak, qayerdan hujjat olish kerak, pensiya jamg'armasiga nima deb murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Men ko'p yillik tajribamda bir narsani aniq ko'rganman. Pensionerlarning katta qismi pensiyasi qanday hisoblanganini bilmaydi. Odam faqat bank kartasiga pul tushganini ko'radi, lekin ichkarida hisob kitob qanday qilingan, qaysi yillar stajga kirgan, qaysi ish haqi hisobga olingan, qaysi imtiyozlar qo'shilgan, qaysi davrlar chetda qolib ketganini bilmaydi. Avvalgi davrlarda ko'p tashkilotlarda hujjatlar qo'lda yuritilgan, mehnat daftarchasiga yozuvlar kiritilgan, buyruqlar qog'ozda chiqarilgan. Ish haqi vedomotlari alohida papkalarda saqlangan. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak edi. Lekin amalda har doim ham shunday bo'lmagan. Ba'zi hujjatlar yo'qolgan. Ba'zilari noto'g'ri topshirilgan. Ba'zi joylarda esa lavozim nomi qisqartirib yozilgan. Mana shu kichkina ko'ringan xato pensionerning cho'ntagiga katta zarar keltiradi. Masalan, odam 1905 yildan 1995 yilgacha zavodda og'ir sharoitda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Aslida esa u zararli ishlab chiqarish uchastkasida. Maxsus ro'yxatga kiradigan lavozimda ishlagan bo'lishi mumkin. Agar bu holat tasdiqlansa, unga imtiyozli staj, qo'shimcha hisob-kitob yoki pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati tug'iladi. Yana bir holat. Odamning mehnat daftarchasida ish davri bor, lekin ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Pensiya esa minimal yoki o'rtacha ko'rsatkichlar asosida hisoblab yuborilgan bo'lishi mumkin. Agar aynan yuqori ish haqi olgan yillari topilib, rasmiy ma'lumotnoma bilan tasdiqlansa, pensiya miqdori sezilarli oshadi. Shuning uchun men bitta yozuv deganda faqat mehnat daftarchasidagi bitta satrni emas, balki pensiyani hisoblashda e'tibordan chetda qolgan rasmiy tasdiqni nazarda tutyapman. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar buni tekshirish kerak? Birinchi navbatda mehnat faoliyati Sovet davriga, 1990 yillarga yoki 2000 yillarning boshlariga to'g'ri kelgan pensionerlar. Chunki aynan o'sha davrlarda hujjatlar to'lib elektron bazada bo'lmagan. Ish haqi, lavozim, buyruq, ishga kirish va ishdan bo'shash haqidagi ma'lumotlar alohida saqlangan. Ikkinchi guruh: zavod, fabrika, qurilish, kon, energetika, transport, kimyo, metallurgiya, tibbiyot, ta'lim va qishloq xo'jaligida ishlaganlar. Bu sohalarda oddiy stajdan tashqari imtiyozli staj, maxsus sharoit, zararli mehnat, uzoq yillik xizmat, pedagogik yoki tibbiy ish faoliyati kabi alohida holatlar bo'lishi mumkin. Har birining pensiyaga ta'siri boshqacha. Uchinchi guruh: pensiyaga chiqqanidan keyin menda staj ko'p edi, lekin pensiyam nega kam deb o'ylaydiganlar. Agar odam 35-40 yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiyasi juda past chiqsa, bu albatta tekshirilishi kerak. Har doim ham xato bor degani emas, lekin tekshirishga asos bor. Keling, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Bahrom aka 38 yil ishlagan. U pensiyaga chiqqanda unga 1,6 million so'm pensiya tayinlangan. U men butun umr ishladim, nega buncha kam deb o'ylagan. Tekshirib ko'rganda 1997-1992 yillardagi yuqori ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotnomasi pensiya ishiga qo'shilmagani aniqlangan. U o'sha yillarda smena ustasi bo'lgan, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, mukofotlar olgan. Arxivdan ma'lumotnoma olingandan keyin pensiya qayta hisoblangan va oyga qariyb 700 ming so'mga oshgan. Boshqa misol. Saodat opa 32 yil tibbiyot sohasida ishlagan. Mehnat daftarchasida uning ayrim davrlari hamshira deb yozilgan, lekin qaysi bo'limda ishlagani ko'rsatilmagan. Aslida u reanimatsiya bo'limida navbatchilik qilgan. Tungi smenalar va maxsus sharoitlar bo'lgan. Agar hujjatlarda bo'lim nomi, buyruqlar, shtat jadvali yoki ish joyi tasdiqlansa,
ayrim davrlar pensiya hisobida boshqacha ko'rilishi mumkin. Bu holatda ham pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki huquq ilgariroq paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Karim aka qurilish tashkilotida betonchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida esa quruvchi deb umumiy yozib qo'yilgan. Quruvchi degan yozuv bilan betonchi, armaturachi, montajchi, elektr payvandchi kabi lavozimlarning pensiya hisobidagi ahamiyati bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar maxsus ro'yxatlarda aynan aniq kasb nomi bo'lsa, umumiy yozuv odamning huquqini kamaytiradi. Shuning uchun lavozim nomi mehnat daftarchasida qanday yozilgani juda muhim. Endi ish haqi masalasiga alohida to'xtalaman. Pensiya faqat stajdan iborat emas. Ko'pchilik men 7 yil ishlaganman, demak pensiyam katta bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisobida staj bilan birga ish haqi ham muhim. Agar odam ko'p yil ishlagan bo'lsa, lekin rasmiy ish haqi kam ko'rsatilgan bo'lsa yoki eng yaxshi yillari hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya kutilgandan past chiqadi. Masalan, bir odam 1997-1995 yillarida yuqori oylik olgan. Keyin esa boshqa ishga o'tib pastroq maoshda ishlagan. Pensiya hisobida aynan yuqori maoshli davrlari olinishi kerak bo'lgan bo'lsa-yu, arxiv hujjati taqdim etilmagan bo'lsa, tizim mavjud ma'lumotlar bilan hisoblagan bo'lishi mumkin. Natijada odam har oy 30 ming, 500 ming, hatto 1000 ming so'mgacha kam olishi ehtimoli bor. Men bu raqamni hamma uchun kafolat sifatida aytmayapman. Har bir ish alohida hisoblanadi. Lekin amaliyotda shunday farqlar uchraydi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari rasmiy tizimda bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq va to'liq bo'lsa, ehtimol katta muammo yo'qdir. Lekin baribir pensiya tayinlash qarori va hisob-kitob varag'ini bir marta ko'rib chiqish zarar qilmaydi. Chunki xato faqat eski hujjatlarda emas, oddiy kiritish jarayonida ham bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan yashirin nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi noziklik, mehnat daftarchasida muhr bo'lmasa yoki yozuv noto'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu davrni to'liq qabul qilmasligi mumkin. Masalan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q, yoki korxona nomi bor, lekin buyruq raqami yo'q. Bunday holatda odam men shu yerda ishlaganman-ku deb aytish yetmaydi. Rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. Ikkinchi noziklik. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, avval Bilson qurilish tresti bo'lgan, keyin qurilish montaj boshqarmasi, keyin xususiy korxona bo'lgan. Arxivda hujjat eski nom bilan turadi. Agar siz hozirgi nom bo'yicha qidirsangiz, topilmasligi mumkin. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda eski nom, taxminiy yillar, bo'lim, lavozim, rahbar yoki sex nomi kabi tafsilotlarni yozish kerak. Uchinchi noziklik. Lavozim nomining bittagina so'zi ham muhim. Elektr payvandchi bilan payvandchi ayrim hujjatlarda bir xil ko'rilmasligi mumkin. Mashina operatori bilan traktorchi mashinist bir xil emas. O'qituvchi bilan tarbiyachining tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun baribir tushunarli-ku deb qarash noto'g'ri. Pensiya masalasida tushunarli bo'lish emas, rasmiy hujjatda to'g'ri yozilgani muhim. 4-noziklik. Ayollarda bola parvarishi, dekret, tug'ruq ta'tili va ishga qaytish davrlari noto'g'ri aks etgan bo'lishi mumkin. Ba'zi ayollar men uyda o'tirganman, bu davr hisobga kirmasa kerak deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan tartiblar mavjud. Bu yerda bola tug'ilganligi haqidagi guvohnoma, ish joyidan buyruq, ta'tilga chiqish va qaytish sanalari muhim bo'ladi. 5-noziklik. Harbiy xizmat, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, temir yo'l, tibbiyot va ta'lim kabi sohalarda alohida davrlar oddiy tartibda emas, maxsus tartibda hisoblanishi mumkin. Odam bir tashkilotda ishlaganini biladi. Lekin uning ish turi pensiyaga ta'sir qilishini bilmaydi. Shuning uchun men oddiy xodim edim deb o'zingizni oldindan cheklamang. Hujjatni ko'rsatish kerak, keyin mutaxassis hisoblaydi. 6-noziklik. Sud orqali tasdiqlash masalasi. Agar arxivda hujjat topilmasa, bu hammasi tugadi degani emas. Ayrim hollarda sud orqali yuridik faktni belgilash mumkin bo'ladi. Masalan, odam ma'lum davrda ishlagani boshqa hujjatlar, guvohlar, eski buyruqlar nusxasi, kasaba uyushmasi bileti, hisob-kitob varaqalari, mukofot yorliqlari orqali tasdiqlash mumkin. Lekin sudga shunchaki men ishlaganman deb borilmaydi. Oldin arxivdan javob olinadi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi.
rad javobi yoki aniqlashtirish talabi bo'lsa, keyin huquqiy yo'l tanlanadi. 7-noziklik. Pensiya qayta hisoblanganda pul qachondan boshlab oshadi degan savol. Odatda bu masala murojaat sanasi, hujjat taqdim etilgan sana va qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Ya'ni odam 10 yil oldin kam olgan bo'lsa, hamma pul avtomatik qaytariladi deb o'ylamaslik kerak. Lekin hujjat topshirib, qayta hisoblash talab qilingandan keyin pensiya miqdori kelgusi oylar uchun oshishi mumkin. Ba'zi holatlarda o'tgan davr uchun ham hisob kitob qilinadi, lekin buni alohida tekshirish kerak. 8-noziklik. Hamma arxiv ma'lumotnomasi pensiyani oshirmaydi. Agar topilgan ish haqi sizning hozir hisobga olingan davringizdan past bo'lsa, oshish bo'lmasligi mumkin. Agar staj allaqachon maksimal darajada hisobga olingan bo'lsa, ayrim davrlar qo'shilgani bilan farq katta bo'lmasligi mumkin. Agar lavozim imtiyozli ro'yxatga kirmasa, faqat nom o'zgargani bilan pensiya oshmaydi. Shuning uchun men har bir tomoshabinga aniq aytaman. Avval hujjatlarni to'plash, keyin rasmiy hisob-kitobni talab qilish kerak. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, stir yoki JSSHIR, eski ish haqi ma'lumotnomalari, mukofot yorliqlari, diplomlar, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bitta papkaga solinadi. Ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, bu juda muhim. Chunki arxivda hujjat eski familiyada turishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini varaqma-varaq tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim nomi, buyruq raqami, muhr bor yo'qligini qarang. Agar biror joyda sana tushib qolgan bo'lsa, yozuv o'qilmasa, muhr yo'q bo'lsa, korxona nomi noaniq bo'lsa, alohida qog'ozga yozib qo'ying. Men tavsiya qiladigan eng oddiy usul: qaysi tashkilot, qaysi yil, qaysi lavozim, qanday muammo deb jadval qilib chiqing. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, pensiya ishingiz bo'yicha hisob-kitobni ko'rsatishni so'rang. Siz mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblanganini bilmoqchiman deb murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma ariza bering. Arizada pensiyamni hisoblashda inobatga olingan mehnat staji, ish haqi davrlari va qo'llanilgan koeffitsiyentlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yoziladi. 4-qadam. Arxivga murojaat qiling. Agar korxona hozir ham mavjud bo'lsa, avval o'sha korxonaning kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyasiga murojaat qilinadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Arizada eski korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'lim yoki sex nomi, familiyangiz o'sha davrda qanday bo'lganini aniq yozing. Ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlardan ko'chirma, lavozim va ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar so'raladi. 5-qadam, agar siz zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan bo'lsangiz, faqat staj ma'lumotnomasi bilan cheklanib qolmang. Lavozim aynan qaysi ro'yxatga kirishini, ish joyi qaysi sex yoki uchastka bo'lganini, ish to'liq stavkada bajarilganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar shtat jadvali, buyruq, ish joyi tavsifi, attestatsiya hujjati yoki arxiv ma'lumotnomasi bo'lishi mumkin. 6-qadam. Hujjatlar to'plagandan keyin ularni pensiya jamg'armasiga topshiring va pensiyani qayta hisoblashni yozma ravishda so'rang. Arizada taqdim etilgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Hujjat topshirganingizda qabul qilingan sanasi, kirim raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, uni og'zaki qabul qilmang. Nega bo'lmaydi degan savolga telefon orqali javob eshitish yetarli emas. Yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin siz arxivdan qo'shimcha hujjat olasizmi? Yuqori tashkilotga shikoyat qilasizmi yoki sudga murojaat qilasizmi? Aniq qaror qilasiz. 8-qadam, hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya faqat rasmiy hujjat, qonuniy asos va hisob-kitob orqali oshadi. Agar hujjat haqiqiy bo'lsa, sizning huquqingiz bor. Agar hujjat bo'lmasa, hech qanday tanish-bilish qonuniy pensiyani yaratib bermaydi. Aksincha, noto'g'ri hujjat taqdim etish keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin.
Men yana bir muhim maslahat beraman. Ota-onangizning pensiyasini tekshirishni kechiktirmang. Ko'p pensionerlar arxivga borishga qiynaladi. Hujjatlarni o'qiy olmaydi. Qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Farzandlar esa pensiya chiqyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Lekin har oy 500 milyon so'm kam olish bir yilda 6 milyon so'm degani. Agar farq 1 milyon so'm bo'lsa, bir yilda 22 milyon so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov va kundalik hayotda juda katta yordam. Yana bir misol keltiraman. Nafisa opa 20 yildan beri pensiyada. Farzandi uning mehnat daftarchasini ko'rib, 1974 yillardagi paxta tozalash zavodida ishlagan, davri juda umumiy yozilganini sezgan. Arxivga murojaat qilinganda u o'sha davrda oddiy ishchi emas, balki ma'lum uchastkada smena bo'yicha ishlagani, qo'shimcha to'lovlar olgani haqida hujjat topilgan. Pensiya qayta ko'rilganda o'sish katta bo'lgan. Bu yerda asosiy narsa shuki, odam 20 yil davomida bu huquq borligini bilmagan. Yana bir holat. Rustam aka pensiyaga chiqqanda eski korxonasining ish haqi hujjatlari topilmagan. U bo'ldi, endi iloji yo'q deb yuravergan. Keyin ma'lum bo'ldiki, korxona hujjatlari tuman arxivida emas, viloyat arxivida saqlanayotgan ekan. Chunki korxona bir paytlar viloyat tasarrufidagi yirik birlashmaga qaragan. To'g'ri arxiv topilgach, ish haqi ma'lumotnomasi olingan va pensiya qayta hisoblangan. Demak, birinchi rad javobi har doim oxirgi javob emas. Endi tomoshabinlar orasida mening pensiyam baribir oshmasa kerak deydiganlar bo'lishi mumkin. Men bunday demaslikni maslahat beraman. Siz pensiya hisob kitobini ko'rmaguningizcha, arxivdagi ma'lumotlarni tekshirmaguningizcha, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni solishtirmaguningizcha aniq xulosa chiqara olmaysiz. Ba'zida oshish 1 million so'm bo'ladi, ba'zida 30 million so'm, ba'zida 1 million so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Muhim, bu sizning qonuniy pulingiz bo'lishi ehtimoli bor. Bugun men sizga pensiyani oshirishi mumkin bo'lgan eng muhim masalani tushuntirdim. Mehnat daftarchasidagi to'g'ri yozuv, arxivdan olingan ish haqi ma'lumotnomasi, lavozim va ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar pensionerning oyma-oy oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Bu yashirin sir emas, lekin ko'pchilik bilmagani uchun foydalanmaydi. Hozirning o'zida mehnat daftarchangizni tekshiring. Eski ish joylaringizni ro'yxat qiling. Pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Arxivga murojaat qiling va kerak bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza bering. Ayniqsa ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki yaqin qarindoshlaringiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini ham ko'rib chiqing. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz hisoblanganda eski ish joylaringiz, ish haqi ma'lumotnomalaringiz va mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar to'liq hisobga olinganmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.